Mana tashqarida kunlar sovib, surunkali kasalliklar avj olishni boshladi. Ayniqsa buyrak, siydik yo'li kasalliklari va siydik pufaygi surunkali kasalliklar avj olishni boshladi va shunday holatlarda ceftriakson bilan kalsiy glyukonat ukollarini palapartish olish holati ham boshlandi. Bu ceftriaksonni tomirdan yuborgandan keyin ketidan kalsiy glyukonat ukolini aslo yuborish mumkin emas. Chunki yoki bo'lmasa kalsiy glyukonat ketidan ceftriakson tomirdan mumkin emas. Chunki bu ikkalasi bir-biri bilan reaksiyaga kirishib, demak tuz hosil qiladi, cho'kma hosil qiladi va bu erimaydigan cho'kma hisoblanadi. Organizmga juda ham katta zarari bor birinchidan. Ikkinchidan bu ikkalasini bir paytda kalsiy glyukonat va ceftriaksonni bir paytda qo'llaganimizda ceftriaksonni inaktivatsiya qiladi kalsiy glyukonat, ya'ni buni faoliyati, ceftriakson faoliyati nolga tushib qoladi va bu umuman ta'sir qilmaydi. Shuning uchun 2-3 talab antibiotik olishga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa 1-1,5 oydan keyin buyrak og'rig'i yoki qanaqadir surunkali kasallik yana qo'ziydi. Xullas kalom, lecheniya oxirigacha yetmaydi, lecheniya to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun agar sizda shunaqa holat bo'lmasligi uchun ceftriakson olayotgan paytda kalsiy glyukonat olmang aslo tomirdan yoki bo'lmasam ceftriaksonni yonboshdan kalsiy glyukonat tomirdan olsangiz bo'ladi agar bir paytda olmoqchi bo'lsangiz. Agar shu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. E'tiborlar uchun rahmat.